Multimetr nima? Multimetr bu kuchlanish, qarshilik va tokni o'lchaydigan, simlarni tekshirishga yordam beradigan qurilma. Umuman olganda, har bir uy uchun zarur narsa. Uni asosiy elementlari ekrani, buriydigan kaliti, qizil va qora simlari. Kom bu har doim minus. Tepasidagi kuchlanish ohm, milliamper hamda amper o'lchagichlar. Qizil va qora simlar qayerda ulanadi? Qora sim doim komga ulanadi, qizil sim bo'lsa tepasiga ulanadi. Agar 200 milliamperdan yuqori tokni o'lchasak, qizil sim eng tepasiga ulanadi. Xuddi bu yerda ko'rsatilgani kabi. Multimetrimizning mana V harfi kuchlanishni bildiradi. Ko'rsanglar, ekranda har xil kuchlanishlar bor va tegidagi barobar o'zgarmas tokki o'lchayotganda ishlatiladigan tarafi bo'ladi. O'ng tarafdagi V to'lqinlikda bo'lsa, biz o'zgaruvchan tokki o'lchash uchun ishlatamiz. Hozir mana multimetrimizda o'zgarmas tokki o'lchab ko'ramiz, chunki batareya har doim o'zgarmas 1,5 volt bo'ladi. Hop, buni ko'rasizlar, eng kichkinasiga qo'ysak, to'g'riroq ko'rsatish aniqroq bo'ladi, chunki 1,5 voltligini biz aniq bilamiz. Aniq bilmasak, sal kattaroq qo'ysa ham bo'ladi. Ko'rasizlar, minusda chiqyapti, chunki plus minusini biz hozir noto'g'ri uladik. Ya'ni qora har doim minusda ulanishi kerak, o'shanda plusda chiqadi ko'rsatilgan sonimiz. Mana hozir alishtirib ko'ramiz. Mana simlarimizni alishtirib ko'rganimizda har doim plusda chiqishi kerak. Bu bizani multimetrda to'g'ri ishlatayotganimizni bildiradi. Agar o'zgaruvchan tokki o'lchamoqchi bo'lsak, V to'lqinligiga o'tkazib turib bemalol o'lchasak bo'ladi. Bu videoni multimetrda ishlatishni bilmaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.